Hozirda dunyodagi eng mashhur aktyorlarning top 10taligi. 10-o'rin Tom Hankins. Siz sevib tomosha qiladigan filmlarning bosh qahramoni. Forrest Gump, oddiy askar Ryanning qaytishi, o'yinchoqlar tarixi seriyalari bilan mashhur aktyor. 9-o'rin Jeki Chan. Ha, to'g'ri eshitdingiz. 150 dan ortiq filmlardagi roli bilan dunyo sahnasining eng yuqori cho'qqisini egallagan mahoratli aktyor Jeki Chan bugun ro'yxatimizda 9-o'rindan joy egallamoqda. 8-o'rin Vin Diesel. Forsaj seriyasi bilan mashhurlikka erishgan va Gollivudda yetakchi o'rinlarda turuvchi aktyorlardan biri. 7-o'rin Will Smith. Ham komediya, ham drama janrlarida o'ziga xos joy egallagan mashhur aktyor. 6-o'rin Chris Hemsworth. Marvelning Thor rolini ijro etib, jahon muxlislari e'tiborini qozongan aktyor. 5-o'rin Johnny Depp. Karib dengizi qaroqchilari va Qaychiqo'l Edvard kabi rollari bilan tanilgan mashhur aktyorlardan biri. 4-o'rin Leonardo DiCaprio. Hayot va mamot kabi kassa blokbasterlarining bosh rol ijrochisi. 3-o'rin Robert Downey. Temir odam roli bilan olamni larzaga solgan, kino sanoatining yulduzi bo'lgan mashhur aktyor. 2-o'rin Shohrux Xon. Bollivud qiroli, milliardlab muxlislar qalbidan joy egallagan va moliyaviy jihatdan ham yetakchi bo'lgan aktyor. Va nihoyat 1-o'rin Dveyn Jonson. Eng ko'p daromad qiluvchi va global brend kuchiga ega aktyor. Uning filmlari jami 10,5 milliard atrofida tushum keltirgan.